Assalomu alaykum yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Bugungi video lavhamizdagi uskunalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Ya'ni konditerga oid pechkalar to'g'risida bo'ladi. Bizda 1 patnislidan boshlab 15 patnislikgacha gazlik, tokli pechkalarimiz mavjud. Bu hozir ko'rib turganing modelingiz Minta zavodida ishlab chiqarilgan oldi qora nerjavakalik gazli pechkamiz to'g'risida bo'ladi mana. Sifati a'lo darajada. Kimga shunaqangi uskunalarni pechkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishini mumkin. Mana bu yoqda pitsa pechkamiz bo'ladi. Oldi ham buni oldi oq nerjavakda ishlangan. Ham Xitoy davlatidan keltirilgan. Orqalari atsinkovka. Sifati a'lo va mana ko'rib turgan oldi qora nerjavakdan ishlangan gazlik 9 talik gazli pechkamiz bo'ladi. To'liq ko'rsatib o'tayin. Oldi qismlari mana ponusda Minta o'zini toza miyalar, ya'ni sifrovalar. Bu yonidagisi 9 talik elektriskiy. Bu soatiga 25 kilovat 25 kilovat xullas tok sarf qiladi soatiga. Keyingi qatordagi, ya'ni bular qo'lli qora nerjavaka, bu ham Minta firmasiga qarashli qo'yo pechkamiz bo'ladi. Bo'linadigan model, ya'ni bu alohida qilib ishlatiladigan model. Bu tokligimiz bo'ladi. Har bir qatori 8-6 kilovatdan sarf qiladi tok. Mana oldidagi bu ochiladi, mana ular. Kelinkalar ochiladi. Bu gazligimiz bo'ladi. Shu bo'linadigan modelimizni gazligi hisoblanadi, ya'ni buni ham 220 voltda ishlaydi. Bo'linadigan qism ishlatiladi buni. Sifrovalar hammasi mana Minta firmaniki. Toza sifrovalar. Kimga shunaqangi pechkalar, konditerga oid uskunalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Faqat pechkadan tashqari mana bunaqa pishiriq listlar ham mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyaga o'z fikringizni